Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan bizning eng yaqin obunachilarimiz. Ozgina tanaffusdan keyin ko'rib turibsizlar, sizlarga arzon uylarni ko'rsatishda inshaalloh davom etaveramiz. Ko'rib turgan orqamdagi chiroyli hovlimiz bo'lyapti. Endi bemalol bitta mashina qo'yishga ham joylar bor. Ko'rib turibsizlar, fasadlarni chiroyli travertindan chiqarib, chiroyli qilib nasharli dizaynda archalarni ekib qo'yishgan. Xonadonimizni oldindan narxini aytib o'tib ketaman sizlar uchun. $86,000 deyishyapti. 4 ta xonasi bor, o'zini 3 ta saunzeliga ega. Ichkari kirib to'liq ma'lumotlarni tanishtirib o'taman sizlarga. Kiramiz. Xonadonimizni xuddi shunaqa kichkina bo'lsa ham navesniy qismi bor. Bismillahirrohmanirrohim. Naves qismiga ko'ryapsizlar, bemalol bitta 10x mashinalarni taxlab qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Tashqaridagi tepadagi qaranglar, dizayniga bitta a'lo baho berib, like bosib ketaverasizlar. Kiramiz asosiy binoyimizga. Bismillahirrohmanirrohim deb shu binomizga kirishimiz bilan sizlarni qaranglar, oppoq dizayndagi remontlarimiz kutib oladi. O'ng qo'lda ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz bo'lyapti. Qaranglar, bemalol o'tirib, ovqatlanib o'tirishga alohida joylariga ega, tashqari qaragan oynalari ham bor. Birinchi etajga baribir spalniya kerak bo'ladi. Xohlasanglar buni mehmonlar kutadigan katta zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zi zal o'rnida foydalanadigan joy qilingan bu. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Devorlarimizga qaranglar, mana shunaqa stilda remont qilib qo'yishgan. Birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz bo'lyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib kafillardan chiqarib qo'yishgan. Endi zinamiz, oppoqqina zinamiz orqali ikkinchi etajimizga ko'tarilamiz. Menimcha ikki xonali domalarni sotib ham mana shunaqa chiroyli uchastkada olib, maza qilib yerda yashagan yaxshi deb o'ylayman. Xonadonimiz umumiy kvadraturasi 96 kvadrat tashkil qilyapti. 1 sotikka qurilgan. Umumiy 4 ta xonasi bor, o'zini oshxonasi alohida bo'lyapti. Endi ikkinchi etajga ko'tarishimizdan sizlar ikkita spalniyamiz o'zini alohida ikkita saunzeli bilan. Bitta detskiyimiz ham bor. Chap qo'ldan boshlaymiz. Bu joyimiz spalniyamiz bo'lyapti. Birinchi spalniyamiz tashqari qaragan o'zini oynalariga ega, o'zini alohida chiroyli qilib qilingan saunzellari ham mavjud. Ko'rsanglar bo'ladi, qaranglar, qanaqa chiqqan. Kommentariyada o'zingizlar 1 dan 10 gacha baho berib ko'rsaverasizlar xonadonimiz bo'yicha. Keyin yana tirasan eslatib o'tib ketdik. Tepada nomerlar qoldiramiz. Agar Toshkent shahar Sergeli tumanida kimga yashash uchun ijaraga joy kerak bo'lsa, tepada nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, bir kuniga 45,000 so'mdan qilib qo'ydik. Bu o'zimizga qarashli joy. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chap qo'limizda detskiy xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, detskiy xonamizni ham o'zini tashqari qaragan katta oynalariga ega va oxirgi xonamiz, oxirgi spalniyamiz bo'lyapti. Bu joyimiz ham buni ham xuddi shunaqa tashqari qaragan oynalarga ega, oppoq qilib, chiroyli qilib remontdan chiqargan, o'zini alohida saunzellari bilan. Bitta ko'ringlar, qanaqa chiqqan. O'zingizlar kommentariyada fikringizni qoldirib ketasiz. Xonadonimiz agar kimga yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyani faqat Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Srochna bir dona qolgan bu joyimiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilib olaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosingizlardan chiqmasin. Eng yaqin xuddi shunaqa Xonobod, Sergeli atrofidan xonadon qidirib yurgan do'stingizga shu videoni jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. O'zingizlar ehtiyot qiling.